Ayol qizlarimizning yuzlari yaltirab, xo'shro'y bo'lib tursa, hazzat beradilar, ya'ni o'zlarini yanada baxtli his etadilar. Shuning uchun ko'pincha yuz parvarishlarına e'tibor beramiz va hozirgi kunda urfda bo'lib turgan retinollarni ham ko'p so'rab turibdilar, lekin retinol kremlarini ustida dumam ishlatish mumkin emas. Retinol aslında vitamin A hisoblanadi, ya'ni vitamin A ni krem varianti yuzlarimizga surtish uchun. Hozir esa men sizlarga vitamin A ni o'zini, ya'ni tabletka va kapsula shaklidagi variantlarini ko'rsatib o'taman. Vitamin A ni bu shakli nafaqat sizning yuzlaringizni yaldiratib, hujayralaringizni yangilaydi, undan tashqari immunitetingizni ham ko'taradi va eng asosiysi ko'rish qobiliyatimizni ham yaxshigina ta'sir etadi. Vitamin A bilan siz nafaqat yuz teringizni yangilaysiz, balki butun bir organizmingizni hujayralarini yangilashingiz ham mumkin. Ichilish tartibi esa kunida faqat bir marta ovqat bilan yoki ovqatdan keyin, eng yaxshisi azon bilan yo bo'lmasa obedda iste'mol etsangiz bo'ladi. Ko'proq yog'li taomlar bilan iste'mol etsangiz vitamin A ni so'rilishi tezroq bo'ladi. Agar siz boshqa vitamin komplekslari ham ichib yurgan bo'lsangiz, buni tarkibidan e'tibor qaratib qo'ying. Ya'ni uni ham tarkibida vitamin A bo'lsa, siz yana qo'shimchasini vitamin A ichadigan bo'lsangiz, peridoz bo'lishi mumkin. Va shuni ham eslatib o'tishimiz kerak. Agarda siz homilador bo'lsangiz yoki homiladorlikka tayyorlanib yurgan bo'lsangiz, vitamin A ni albatta shifokoringiz bilan maslahatlashib, keyingina qabul qiling.